shifosi bor ekanda, shunga xursandmiz. Mana bu yerda oldin unchalik umidimizni uzib qo'ygandik. Hammasi Allohdan inshaalloh. Topiladi pul. Topamiz. Shu nimasi bor ekan, doktorlar yaxshilab tushuntirdi. Baxtimizga sog' bo'lsin ular. Alloh baxtli hamma sog' Inshaalloh. Ota-onadan bo'ladi ekan. Mayli seni xudosi hammasi yaxshi bo'ladi. Nasib qilsin olimjon. Inshaalloh aka. Hammasi Allohdan inshaalloh. Topiladi pul. Topamiz. Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar? Kunlar xayrli, barakatli o'tsin. Azizlarim, bizni ko'rib turgan insonlar bo'lsa, hozir bir xonadonga boraman, iltimos qilaman, befarq qoldirmanglar. Sababi shu erkak kishi ham yig'layapti-da. To'g'risi juda ham bir og'ir bir holatga qolishgan bu insonlar. 50 ming dollar mablag' kerak bo'ladi, lekin Allohga shukr, Allohdan umidimiz bor, o'zlari ham umidlari bor. Alloh noumid qilmasin, iloyim. Mana Hindistonga borib davolanib kelishdi. Yana bir 20 kun, bir oydan keyin yana borish kerak. Bilasizlar, Gulzira sinimiz Farg'ona viloyati, Farg'ona shahri 5 bola qishlog'ida, mana Go'stinabdi yonida o'sha yerda yashashadi. Ukamiz Olimjon shu bor budini sotib, boshqa qilib hozir bitta uyi qolgan, shu uyda ham hujjatlarining chala joylari bor ekan, shuni ham sotgani harakat qilyapti. 50 ming dollar mablag' kerak. Endi uy joyini sotganda ham 20 ming, 25 ming bo'lar, 30 ming bo'lar. O'zi qarzga ham botib ketgan, to'g'risi bu oila 1 yil davolanganda bu yerda. Yaqinda ham mana qaynog'asi 7 ming dollar qarz olib yuborib qo'ydi. Mana sizlar bilan birgalikda biz ham bir 3 mingga yaqin, 3 ming dollarga yaqin yordam qildik, endi imkon boricha. Bu videoni iloji boricha yaqin insonlarimizga tarqataylik azizlarim. Befarq qoldirmaylik. Hozir videolarni sizlarga qo'yib o'tib ketaman nasib qilsa. Keyin bir yana qisqagina bir sizlarga men bir hikoyani gapirib beraman. Endi bu shu oramizdagi endi ayrim insonlar shunaqa bir nimasi bor-da, dunyo qarashi bor. Bu endi kimgadir tegishli emas, lekin bir sulton ikkita qul sotib olibdi. Sultonni oldiga olib kelishgan ekan, endi shohni oldiga olib kelishgan ekan. Birinchisi kiribdi, kirsin debdi, suhbatlashaman deb oldiga chaqiribdi. Birinchi qul kirib sulton bilan salomlashgandan keyin uni endi haligi kiyinishi, tozaligi, boshqasi anchagina yaxshi ekan. Gaplari ham dona-dona, shu sultonning gaplariga ham dona-dona javob beribdi, tetik bo'lib javob beribdi. Lekin ikkinchi qul bilan birga kelgan-ku u inson. Ikkinchi qulni yomonlabdi. Ikkinchi qul o'g'ri debdi, yomon odatlari bor, yomon inson deb yomonlabdi. Shunda sulton uni gapini eshitib, mayli bo'ldi, hammomga borib, yuvinib taranib, ikkinchi qasam oldimga deb javob berib yuboribdi.
ikkinchi qulni chaqiribdi suhbatiga. Ikkinchi qul chaqirgan ekan, haligi qul anchagina xuniyroq, tishlari qoraygan, shu og'zidan badbo'y hid keladigan, bir haligi o'ziga qaramaydigan bir qul ekanda bu. Keyin haligi quldan so'rabdi, haligi qulga aytibdiki, shunaqa birinchisi sen haqingda shunaqa gaplar gapirdi, o'g'ri ekansan, yomon odatlaring bor ekan, yomon qiliqlaring bor ekan desa, haligi ikkinchi qul javob beribdi, sultonim, agar bu inson gapirgan bo'lsa to'g'ri gapirgandir. Nimagaki u insonni yolg'on gapirganini men hech qayta ko'rmaganman, uni yolg'onchi degani meni guvohim ham yo'q. Balki men shunaqadirman, o'zim bilmasdirman deb javob beribdi. Haligi sulton yana ancha ovora bo'lib, haligi birinchi qulni yomonlarmikin deb u debdi, bu debdi, lekin haligi ikkinchi qul birinchi qul haqida hech qachon yomon gap gapirmabdi. Shunda sulton aytibdiki, bo'ldi bor, hamomga borib kiyinib netib tanlanib chiqasan deb javob berib yuboribdi. Endi birinchi qul chiqibdi, kiyinibdi, netibdi, hamma yo'q toza, pokiza. Sultonning oldiga kelgandan keyin sulton aytibdiki, shunaqa ikkinchi qul sen haqingda shunaqa gaplar gapirdi. Haqiqatan shunaqamisan deb haligi nima deganini gapirmasdan haligi birinchi qul jazavaga tushib, haligi sultonga u unaqa, bu bunaqa yolg'on gapiribdi, boshqa qilibdi deb rosa haligi jazoga tushib yolg'on gapiribdi. Endi haligi nima qilibdi. Keyin ikkinchi qul ham kirib kelibdi o'sha paytda, chaqiribdi uni ham. Chaqirgandan keyin ikkalasini qo'yib aytdiki, birinchi qulga sen qulligingcha qolasan, bu sening xo'jayin bo'ladi. Senga esa bu qul bo'ladi deb ikkalasiga javob berib olgan ekan. Haligi xuni bo'lgan og'izlardan badbo'y hid kelgan haligi inson axloqi, odobi, qalbi go'zal bo'lganligi uchun sulton adolatli qaror chiqargan ekan. Shunaqa azizlarim, hozirgi zamonda juda ko'p insonlar tagida mashinasiga, ustida kiyimiga, taqinchog'iga qarab muomala qiladi, hurmat qiladi. Endi haligi ozgina bir haligi oddiyroq kiyingan, haligi o'ziga sal bo'lsa ham oro bermagan insonlarda mensimaydi, past nazar bilan qaraydi. Bu bor narsa, bu ochiq haqiqat, to'g'risi. Shuning uchun chiroyim, go'zalligim, tashqi ko'rinishim, kiyim-kechagim, mol davlatim o'tkinchi. Faqat insonning qalbi go'zal bo'lsa, axloq odobi go'zal bo'lsa, yaxshi bo'lsa, bu boqiy qoladi azizlarim. Gulzira singlimizga ham, Olimjonga ham xuddi shu biz o'zimizni yaqin insonimiz haqga o'xshab bir qarasak, e'tibor bersak, bu bizni bir jigarimiz, bir singlimiz, bir ukamiz, o'g'limiz, qizimiz. 2 nafar farzandi bor. Mana Abdulloh 11 yoshda ekan, Farzona boni 6 yoshda. Shu ikkala norasida go'daydi, onasiz qolib ketmasligi uchun bir sababini qilishimiz kerak. Bunga bizning imkonimiz ham bor. Agar ixlosimiz, xohishimiz bo'lsa, albatta bu narsani hammamiz birgalikda 50 mingta odam bo'ladigan bo'lsak, 5 mingta, 10 mingta odam ko'radigan bo'lsa yoki 2 mingta odam ko'radigan bo'lsa, har birimiz imkon boricha agar o'zlarini telefon raqamlari, karta raqamlariga pul tushiradigan bo'lsak, mablag' ehson qiladigan bo'lsak, albatta bular xursand bo'ladi. Azizlarim, Alloh ko'monasida omon qilsin. Sizlarga doim ishonib kelganmiz, ishonaman. Albatta bu narsani biz ozgina bo'lsa ham sababini qilamiz. Sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum xalqimiz, yaxshimisizlar, tinchmisizlar hammalaring? Mana biz Hindistonga borib keldik, kecha yetib keldik. Mana ayolim Gulziraxon ketishlarida ancha ahvollari og'ir edi. Mana Allohga shukr bordik, shu bitta terapiya, immunoterapiyani oldik. Rahmatulloh akamga Alloh rozi bo'lsin, juda ham katta yordamlar etdi. Rahmat. O'sha yaxshi doktorga bordik, shifosi bor ekan inshaalloh. Mana bittasini oldik. $5,000 olgan bo'lsak, obshi bir $7-8,000 pulimiz ketdi. 1,5 oyda keldik. Endi gastnitsalarimiz, qolgan nimalar hammasiga rahmatulloh akam o'zi yordam qilishdi. Hammasi bo'lib 10,000 dan oshiq pul ketdi. Endi hozir oladigan muolajamiz, endi asosiysi bu to'g'risi ancha qimmat aytishdi. O'zi dunyoda boshqa davlatlarda bundan ham qimmat ekan, Hindistonda $50,000 ga rozi bo'lishdi. Shundan hozir mana qaynog'amdan Alloh rozi bo'lsin pul topib jo'natishdi, $10,000 berib, bundan ayolimdan oladigan qonni olib laboratoriyaga jo'natib yuborishdi. 1 oyda tayyor bo'lar ekan.
endi qolgan 40 ming dollar topishimiz kerak. Alloh rozi bo'lsa hammalaringdan, ehson qilganlar, ehson qilmoqchi bo'lganlar, Alloh birlaringga ming bersin. Rahmat hammalaringga, Rahmatulla akamga mingdan ming rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Shifosini bersin. Olimjon, hozir nima hayajonlanib gapiryapti azizlarim, imkoni boricha yordam bersa yaxshi bo'lardi. Shu 1,5 oy turgan bo'lsa, birinchi immunoterapiyasi 4700 4600 bo'ldi. Undan tashqari bir 800 ming dollar analizlaringiz bo'ldi. Birinchi analizlaringiz jami hozircha to'lagani bilan 17 mingga borib qoldi. 17 ming dollar hozir to'lashdi. Xudo xolasa 20 kun, 25 kundan keyin ikkinchi kurs shu haligi kardioterapiya Kartisel terapiya. Kartisel terapiyani olgani borish kerak. Bu qimmat haligi davolanish kurslari faqat juda ham haligi yaxshi foyda bo'ladi. Yaxshi foyda bo'ladi deyishyapti. Bir marta olinar ekan u bo'ldi shu bilan inshaalloh. Bir oy davomida больницаning o'zida yotar ekan, nimada qarab turishar ekan o'zlari. Bunaqa ximioterapiyaga o'xshagan emas ekan. 3 kunda olib chiqaradigan. Bir oyda nazoratda turar ekan, keyin shu bilan inshaalloh o'sha qoniga qaytarib kirgizilar ekanda u narsa. Hindistonda davolanyapmiz. Kimyo uchun, operatsiya uchun bizga 50 ming dollar mablag' ketarkan. Shuni sizlardan iltimos qilamiz. Qo'llaringdan kelganicha yordam beringlar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Shu bilan inshaalloh yaxshi deyishyapti. Yaxshi bo'ladi. Selim o'zingcha yaxshi o'zgarish bo'ldimi Selim? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yaxshimisizlar hammalaring? Biz Hindistonga borib murojaat olib keldik. Allohga shukr, hozir ancha ahvolim yaxshi. Oldingiga qaraganda birinchi o'sha immunoterapiyani oldik. Undan keyin ancha ahvolim o'zgardi. Og'riqlar yo'q. Hozir ancha o'zimni yaxshi his qilyapman. Ilohim hamma o'sha ehson qilganlardan mingdan ming roziman. Alloh rozi bo'lsin. Ilohim minglariga bersin. Ilohim farzandlari, ota-onasini baxtiga sog' bo'lsin. Hammalari bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Rahmatulla akamizga mingdan ming rahmat. Ilohim tan jonlari sog' bo'lsin. Bolalarning rohatini ko'rsin. Ilohim hammalaringga rahmat yordam berganlaring uchun. Shifosini bersin. Selim hali xudo xolasa juda ko'pchilik inson sizni mana so'rashdi, ko'rdingiz-a? O'zingizga kommentariyaga Selimimiz yaxshimi, xabar bering deb ko'pchilik so'radi, duo qildi. Imron uz kanalda juda ko'p opa-singillaringiz bor. To'g'risi o'zim ham umidvor bo'laman. Mana sizlardan umidimiz bor. Opa-singillarimizdan, onaxonlarimizdan, yosh ulug' otalarimizdan, aka-ukalarimizdan, mana musofirdagilarimizdan. Shu Gulzira singlimiz ikki nafar farzandi bor. Abdulloh bilan Farzonaxon bor. Abdulloh 6 yoshda, 7 yosh. 11 yosh. 11 yoshda. Farzonaxon 6 yosh. Farzonaxon 6 yoshda. Shu ikkala shu farishtadek bir begunoh, bir beg'ubor bolajonni onalari, azizlarim. Ehsonni joyi, yordam beraman sizlar, bir singillaringizga yordam berasizlar. Bir begonaga yordam bermaysizlar, to'g'risi. Dard bilan hech kim sinamasin. Kasal bo'lgan inson o'zi biladi, ichidan nima o'tishini. Oson narsa emas-da bu narsa. Xudo xolasa sendan mana siz ko'p turgan insonlar hammasi imkon boricha yordam beriladi. Mana qancha insonlar yordam beryapti. Shu bizni ko'p turganlar 5 ming, 10 mingdan imkoni boricha qancha bo'lsa yordam beringlar. Bekor mana uy loyihalarimiz ham boshqa manalarga shular ham bo'lib ketyapti. Lekin insonning salomatligi birinchi o'rinda. Allohning bergan eng aziz ne'mati bu salomatlik. Pulimiz bo'lmasligi mumkin, mashinamiz bo'lmasligi mumkin, kiyimimiz eski bo'lishi mumkin, lekin bir-birdan nonni sog' salomat shu bola chaqamiz bilan oilamizda yeb o'tirganimizga yetmaydi. Selim xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Duo qilasiz Selim. Duo qilib bering hammalarini Selim o'zingiz. Duo qilasizmi Selim? Bismillahirrohmanirrohim. Allohim hamma shu ehson qilganlardan Allohim o'zing rozi bo'lgin. Uylariga tinchlik, xotirjamlik bergin. Hech qachon ota-onalari, farzandlari hech kim dard bilan
Ilohim sinalmasinlar, oilalariga tinchlik, xotirjamlik bergin. Ilohim rahmatulla akamdek oilalariga tinchlik bergin. Ilohim farzandlaridan Ilohim o'qimishli, ziyoli bo'lib, Ilohim nevara jevaralar rohatini ko'rsin. Ayollar bilan birgalikda hammalaringni Allohim o'zi rozi bo'lsin. Ihson qilganlardan bizga bir bersalar, Allohim sizlarga ming qilib o'rnini to'ldirib qo'ysin. Ilohim hammalaringga rahmat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. من الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Allohim o'z hammaga shifo bersin. Allohim menga xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Olimjon qanaqa ekan, mana qiynalmadlaringizmi, sharoitlari, mana gastinisalar? Yo'q, qiynalmadik, yaxshi hammasi. Inshaalloh yaxshi yetib bordik. Yaxshi kutib olishdi. Yaxshi hamma sharoitlar yaxshi ekan. Gastinisalar ham o'sha yaxshi narxlarda ekan. Boshqa qimmatlariga qaraganda arzon ham, qulay ham, sharoiti ham yaxshi ekan. Yaxshi sharoitlar ham nimalari klinikalar juda yaxshi ekan. Qarashlari klinikada o'sha doktorlar malakasi juda yaxshi, o'zi sezilib turibdi. Hammasi joyida. Hindistonda baribir shu meditsina boshqacha ekan. Shu boshqa bemorlarimiz ham ko'rdilar. Boshqa bemorlarni ham ko'rdik. Ha, Asadbekda o'sha Marg'ub opam onalari edi. Shular bilan birga turdik. Ularga ham rahmat. Qashqadaryolik mana bu bo'lachamiz bosh ishgan. Ular ham Maryamxon, ular ham bitta gazetadik. Hammalari yaxshi. Safaralining onasi. Safaralining onasi. Opam, hamma o'zbeklar birga gazetsada turdik. Hammamiz bitta joyda, zerikish yo'q, o'zbeklar bor. Yaxshi. Sizlarga kelgan sinov shu bizni ko'rib shu Alloh sinovi. Endi agar Allohga bir iymon keltirgan, mo'min musulmonman degan inson bo'lsa, to'g'risi befarq qoldirmasligimiz kerak. Sababi qancha umr bergan bo'lsa, Alloh taolo shuni yashab o'tamizda, qiyomatga borganimizda shu sinimizni ko'rib turib, befarq qoldirganligimiz uchun Alloh taolo to'g'risi ozgina bo'lsa ham javobgarligi bor, buni javobini beramiz. Nimagaki Alloh behikmat hech kimga hech narsani ko'rsatmaydi. Nimaga bizga ko'z bergan, nimaga bizga quloq bergan, qo'l bergan, oyoq bergan, sababi buni shu mana bir bemorlarga, bir muhtojlarga, miskinlarga bir ko'rsin, yordam bersin, eshitsin quloq bilan, qalbi bilan eshitsin degan maqsadda bergan narsalarda bular azizlarim. imkoni borlar, imkoni yo'qlar duo qilinglar yoki bir yaqin insonlarga tarqatib qo'yinglar. Bu 50 ming dollar mablag' yig'ish oson emas, lekin Allohga tavakkal oson. Kerak bo'lsa qarz havola qilib bo'lsa ham shuni qilamiz xudo xolasa. O'zi ukamlar uchastkasigacha sotib bo'lgan. Bo'yinda hozir bir 10 ming dollar qarzi bor. Haligi bir oladigan joyini o'zi qolmagan hozir Olimjon hozir. Shunaqa bo'ldi. Endi inshaalloh hammasi Allohdan. Eng nimasi mana shifosi bor ekanda, shunga xursandmiz. Mana bu yerda oldin unchalik umidimizni uzib qo'ygandik. Güzel xudo xolasa yig'lamanglar. Seni xudo xolasa. Ha, sabin hammasi harakat qilamiz xudo xolasa ko'rib turibdi hamma insonlar, ha? To'g'rimi? Ayniqsa mana yonimizda hozir Yulizida singlimizni onalari ham biz bilan birga ko'rsatganim yo'q, lekin onani ichida o'tayotganini o'zi biladi. Hech kimlarning farzandi bilan sinamasin-da. Biz endi ota-ona doim bo'lam deydi ekanda, opajon shunaqa deganda. Ota-ona doim bo'lam deydi ekan. Mayli, seni xudosi hammasi yaxshi bo'ladi. Nasib qilsin Olimjon. Inshaalloh aka. Hammasi Allohdan inshaalloh. Topiladi pul. Topamiz. Shu nimasi bor ekan, doktorlar yaxshilab tushuntirdi. Xuddi buni kasalligi, именно shu buni kasalligi o'sha kardial terapiya degan shu 7 yilmi bo'pti topilganiga bu xuddi shuni kasalligiga tushyapti, o'zi ko'rsatdi, o'sha sog'ayganlar bilan gaplashtirdi. Hammasi o'sha yaxshi bo'lib ketgan, ko'p yillardan beri yashab yuribdi. Inshaalloh endi duosi bor ekan, pul topiladi, inshaalloh topamiz.
sog'ayib ketadi. Allohdan Alloh umidimiz yaxshi katta. bo'ladi, Bolalarim yosh. Bolalarim juda yaxshi ko'radi-da yasini. Sizga ham rahmat. Mana shu yerda bitta narsani men ochiqini aytib o'tib ketamanki, endi menga ko'pchilik yozadi-yu, singlim mana haligi bemorlarning onalari yoki yaqin insonlar yozadi. Olimjonga rahmat dedi, sizga ham shuna qaraganiga, kasal bo'lsa ham ayolini tashlab ketmadi deganiga. Nimagaki, opajon, iloyim. Meni ko'p turibdi shu insonlar biladi, bu insonlarda shunaqa bir muhtojligi borki, sizga o'xshagan qizi kasal, ikkita farzandi bor, endi bittasi 17 yoshda, bittasi ularga maktab xizmat qilib berdik. Lekin turmush o'rtog'i kasalligini bilib turib, onasini qo'liga tashlab ketgan. Rahmatli imkonimiz ham yo'q, sharoitimiz ham yo'q. Shu Toshkentda davolanib yuribmiz. Qo'limizga hech narsa kelmayapti deb shunaqa xabar bo'lib telefon qildi. Olimjonga rahmat dedi. Bularni ko'rib men juda ham xursand bo'ldim. Ikkala er xotinni ko'rib, to'g'risi shunaqa ko'pchilik aytdi sen bunaqa narsani. Rahmat, iloyim tan joylari sog' bo'lsin. Bansada ham o'zlarishyapti, o'zlari kerak, nima kerak bo'lsa, ilohim vaqtimizga sog' bo'lsin. Alloh. Oilangiz baxtli hamma sog'. Inshaalloh. Tinch bo'lsin, sog' bo'lsin. Shukur yursin oilasi. O'sha qarisi. Xudo xohlasa yaxshi bo'lsin ham. Xudo xohlasa yana kelaman, endi bir 20-25 kun mashqtasizlar, agar ora-orada kelib turgan vaqtim bo'lsa, bo'lsin. Balki yangilik bilan, yaxshi xabar bilan kelarmiz. Inshaalloh. O'zlariga tegishli karta raqamlarini o'tkazib ham joylab qo'yganmazlar, telefon nomerlarini. Iltimos qilaman mana, yaqin insonlaringizga yuborsalaringiz, bizni ko'rib turgan mana Polshadan bor, Amerikadan bor, Shveysariyadan bor, kelinglar, iltimos qilaman. Ozgina shu barmog'imiz bilan podelitsiya qilib, bunga menga foydasi yo'q. To'g'risi bu haligi like bosinglar demayman. Faqat podelitsiya qilib yaqin insonlarimizga bir-birimizga ulashadigan bo'lsak, haligi qo'lma-qo'l bo'lib mana zanjirga o'xshab, Xudo xolasa bir-birimizga yetib boradi. Kimgadir yetib borar. Endi ozgina mablag' bo'lganda bunaqa yordam so'rab chiqib, bir muzam bo'lib o'tirmasdi. Katta mablag'ga hammamiz hissamizni qo'shsak bo'ladi. Imkonimiz ham bor bunga, Xudo xolasa. Ba'zilari Alloh tomonasidan omon qilsin. Xudo xolasa shu sinimiz duosini olaman degan insonlar bo'lsa, mana sizlarga imkoniyat yana bor. Shu bir ezgu ishlarda hissingizni qo'shib qo'yinglar. Xudo xolasa bularda farzandlari bu qancha yashab, bu sinimiz uzoq umr ko'rib, hammamiz duo qilib yuradi. Insonda shunaqa narsa bo'ladi. Esdan chiqarmaydi hech qachon. Singlim sog' bo'linglar, Xudo xolasa. Rahmat bersin. Sog' bo'linglar.